Jahon chempionatiga borish qanchaga tushadi? Deyarli bir oydan so'ng 11-iyundan futbol bo'yicha jahon chempionati boshlanadi. Dunyoning kuchlilari yig'iladigan o'yinda bu gal O'zbekiston ham bor. Xo'sh, O'zbekistondan borish qanchaga tushadi? Jahon chempionatiga borish uchun avvalo AQShning B1, B2 turistik vizasi kerak bo'ladi. Uning narxi $185. O'yin chiptasi bo'lsa ayrim imtiyozlar beriladi. O'zbekistonning Kolumbiyaga qarshi o'yini Meksikada o'tadi. Toshkentdan Meksikaga uchadigan samolyot aviachiptalari 9 million so'mdan boshlanadi. O'yinning rasmiy biletlari narxi $220 dan $600 gacha. Ammo talab yuqoriligi sabab ikkinchi qo'l savdolari avjida va narxlar bir necha baravarga oshgan. O'zbekiston Portugaliya o'yini uchun esa chiptalar $265 dan $700 gacha sotilmoqda. Bundan tashqari mehmonxona, taksi, ovqatlanish va boshqa xarajatlar ham qo'shiladi. Umuman olganda, hozirgi kunda chipta narxlarining haddan yuqori ekanligi kun muhokamasidagi masalalardan biriga aylangan. Bunga FIFA prezidenti va Donald Trump munosabatini bildirganidan ham ko'rish mumkin. Trump hatto men ham buncha pulni to'lamagan bo'lardim degan edi. Shunday qilib, umumiy bitta o'yinni stadiondan tomosha qilish sizga eng kamida $3855 ga, qariyb 4000 ga tushadi. Agar siz O'zbekistonning 3 ta o'yinini ko'rmoqchi bo'lsangiz, cho'ntagingizda kamida taxminan 8-10 ming AQSh dollari miqdorida pul bo'lishi kerak. Faqat kamida degan qismiga e'tibor bering. Xo'sh, 4 yilda bir marta bo'ladigan va O'zbekiston ilk bor qatnashadigan musobaqaga shuncha pul sarflab borarmidingiz?